Dasturlash tili nima va nega kerak? Dasturlash tili kompyuterga nima qilish kerakligini aytish uchun ishlatiladigan vosita. Kompyuter bizning tilimizni tushunmaydi. Ular faqat 0 va 1 larni biladi. Dasturlash tili inson tushunadigan ko'rsatmalarni yozishga yordam beradi, keyin ularni kompyuter tushunadigan tilga o'giradi. Ya'ni o'zingiz tushunadigan tilda kod yozasiz, dasturlash tili shu kodni kompyuter tushunadigan tilga o'giradi. Keyin kompyuter sizga javob qaytaradi, dasturlash tili aynan shu javobni siz tushunadigan tilga o'girib qaytaradi. O'rtadagi vositachi vazifasini bajaradi. Dasturlash tillarining o'zaro farqlari. Yer yuzida hozirda amalda ishlatilayotgan dasturlash tillarining soni 200 dan 300 atrofida. Lekin History of Programming Languages ma'lumotlar bazasiga ko'ra tarixiy va tajriba uchun yaratilgan tillarni qo'shib hisoblasak, bu son 8000 dan oshadi. Ya'ni hozirgi kungacha 2025-yilgacha xoh u ishlatish uchun bo'lsin, xoh test qilish uchun bo'lsin, barcha yaratilgan dasturlash tillarining soni 8000 dan ortiq. Oddiy tillar singari dasturlash tillari ham grammatik va lug'at farqlari bilan ajralib turadi. Siz agar o'zbek tilidan boshqa bir tilni o'rgangan bo'lsangiz, masalan, ingliz tili bo'lsin, nemis tili bo'lsin, o'zbek tilidan eng asosiy farqlardan ikkitasi grammatikasi va lug'ati. O'zbek tilida gapirganingizda birinchi ega keladi, kesim oxirida keladi. Ingliz tilida birinchi ega keladi, egadan keyin kesim keladi. Grammatik farqlari shunaqa. Ikkita tilni. Xuddi shunaqa dasturlash tillarida ham siz ikkita dasturlash tilida bir xil vazifali kod yozishingiz mumkin, lekin ikki xil struktura bilan yozasiz, ikki xil grammatika bilan yozasiz. Tuzilishi bo'yicha, ya'ni dasturlash tillari ishlatilishi bo'yicha past darajali tillar, ya'ni kompyuterga yaqin, tez ishlaydi, lekin yozilishi murakkab. Xuddi shunaqa mana yuqori darajali tillar ham bor. Inson o'qishi oson, kompyuter kod yoziladi, lekin nisbatan sekinroq, ya'ni kompyuter tushunishi qiyin. Ishlash tezligini taqqoslash. Bu yerda C++ dasturlash tili bilan Python dasturlash tilining ishlash tezligi taqqoslangan. Ya'ni nima uchun aynan shu ekalasi desak, aslida eng kod yozish murakkab, ko'p kod yozish talab qilinadigan dasturlash tillaridan biri bu C++ va eng kam kod yozish talab qiladigan dasturlash tilidan biri bu Python. Oddiygina hello world, ya'ni salom dunyo so'zini terminalga chiqarish uchun C++ dasturlash tilida 10 mikrosekunddan 100 mikrosekund, ya'ni shu oralig'ida mikrosekund talab qilinadi. Python dasturlash tilida 2 bilan 5 millisekund oralig'ida vaqt talab qiladi. Farq juda katta, ya'ni mikrosekund bilan o'zi aslida millisekund ham juda kichkina raqamlar, lekin juda katta dasturda, ya'ni juda katta bir loyihada millisekund, hatto mikrosekundlar ham juda katta rol o'ynaydi. Ko'rib turibsiz, C++ dasturlash tilida 4 qator kod bilan chiqarilgan natija Python dasturlash tilida 1 qator kod bilan chiqyapti. Yozilishi C++ biroz murakkab, Pythonda esa juda oson. Bu C++ kompyuter tushunadigan tilga yaqinroq, shuning uchun juda tez ishlayapti. Python odam tushunadigan tilga yaqinroq, shuning uchun sekinroq ishlayapti. Dasturlash tillarining amaliy qo'llanilishi front-end, back-end. Foydalanuvchining ko'rinadigan qismi, ya'ni HTML, CSS, JavaScript kabi dasturlash tillari bilan ishlanadi. Back-end esa server va ma'lumotlar bazasi, Python, Java, PHP, Node.js va boshqalari. Front-endning vazifasi foydalanuvchiga ko'rinadigan qismini yaratish. Adashmasam multilarning boshlanishida shunaqa joy bor edi. Bu yerda faqat siz she'rni ko'rasiz, yozuvlarni, ya'ni siz ko'radigan qismi, siz ko'rmaydigan qismi esa chap tarafda turibdi. Bu aslida majoziy ma'noda bo'lishi mumkin, lekin front-end va back-endni chiroyli qilib farqlab bergan holati. Back-end yo'nalishidagi ishlaydigan dasturchilarning vazifasi foydalanuvchiga ko'rinmaydi, ular qiladigan ish, lekin dasturning eng asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Qaysi dasturlash tilini tanlash kerak? Ya'ni sizni oldingizda yuzlab dasturlash tillari turibdi va siz aynan qaysi birini tanlashingizni qanaqa qilib ajratib olsangiz bo'ladi. Tanlashga e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy narsa tanlamoqchi bo'lgan dasturlash tilingiz kelajakdagi holati. Bu nima degani? Chunki hozirgi kunda ba'zi bir tillar deyarli ishlatilmaydi, ammo ular qachonlardir eng mashhur bo'lgan. Istalgan bitta dasturlash tilini tanlamoqchisiz. Statistikalarni o'rganing, sun'iy intellektdan foydalanib ko'ring. U dasturlash tili yaqin 10 yillikda ishlatiladimi? Kelajakni tahlil qilish, rivojlanayotgan sohalarga qarab til tanlash. Innovatsiya, yangi texnologiya tanloviga ta'sir qiladi. Ya'ni u robototexnika bo'lsin, boshqa soha bo'lsin, o'sha sohada ishlatilayotgan dasturlash tillari bor. Ularga ham kod yoziladi. Aynan qaysi dasturlash tillari orqali kod yoziladi? O'sha narsalarni o'rgan. Xo'p, tarixiy kontekst. O'tmishdagi mashhur tillar bugun ham ishlatilishi mumkin. Yakuniy tavsiya, yo'nalish tanlang. Ya'ni yo'nalish deganda kiber xavfsizlik, sun'iy intellekt, web ilovalari, mobil ilovalar yaratish. Ya'ni istalgan yo'nalishni tanlang va o'sha yo'nalish ichidagi bitta yoki bir nechta dasturlash tillarini o'rganishingiz kerak. Ya'ni yo'nalish o'rgansangiz, dasturlash tilini tanlashingizga hojat qolmaydi. O'sha yo'nalishdagi dasturlash tilini o'rganib ketasiz, bo'ldi. Kiber xavfsizlik yo'nalishi bor. Eng rivojlanayotgan sohalardan biri. Bu yaqin 10 yillikda, 20 yillikda, 30 yillikda ham darajasi pastga tushib qoladigan yo'nalish emas. Sun'iy intellekt rivojlanib kelayotgan yo'nalish. Bu yo'nalishni o'rgansangiz, kelajakda
aniq ishsiz qolmaysiz. Faqat yaxshi mutaxassis bo'lsangizgina web ilovalarini, mobil ilovalar yaratasiz. Keyingi qadam muvaffaqiyatli mutaxassislardan o'rganing. Doimiy amaliyot qiling. Bu yerda ko'rsatilgan narsalarning hammasi mutlaq tushuncha degani emas. Ya'ni siz bu yerda ko'rsatilganini qilmasangiz dasturchi bo'la olmaysiz degan narsani o'zi yo'q. Bu yerda shunchaki tavsiyalar berilgan. Siz dasturlashga kirmoqchimisiz? Shunchaki bitta qo'llanma sifatida foydalanishingiz mumkin bo'lgan tavsiyalar berilgan xolos.